Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Bag'at aka avtosoda kanali obunachilari, bugungi obzorumizda Karasvetdagi Cobalt avtomat style variantdagi metan yumshoq balon tayyor holatdagi mashinamiz bo'ladi. Mashinamiz ayol kishi ekan. Kraskasi hech qanday defekt, ayb yo'q. Minerva yumshoq balonlarda qilgan mashinamizda. Kraskalar top-toza, kirchiq, defekt, sarafina joylari yo'q. Mashinamiz 20.493 kilometr yo'l bosib o'tgan. Evakor polikla tashalgan mashina. Metan gazlari bor. Motor holatlari ham yaxshi. Mashin bir qo'l salonini olib haydalgan. Bemalol ustoz tekshirtirib ko'rsatib xarid qilsangizlar bo'ladi. Mashinamiz kuzovlari ham, texpasportlari ham 2024-yil. Salon holatlari. Bagaj holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Zapaskalar yere tushmagan. Metan gazlari bor. Motor holatlari ham yaxshi. Mashinamiz motorlarni kulish demagan. Hozir ko'rsatib o'tamiz yo'llarni. Motor yo'llari. Abezlari bor mashinamizning. 20.400 kilometr yuribdi mashinamiz. Narxi do'stlar 152 million so'm. Naqd pul bo'lsa ustunda kelishtirib beriladi. 19 million bilan kredit etib olsangizlar bo'ladi. Oylik to'lovi 4 million 100 lardan chiqadi. 5 yil muddatcha. Metan gazi bor. 20.400 kilometr yurib turibdi. Metan gazi bor. Kraskalar top-toza. Yili 24-yil. Qora Gbosvetda. Gelaverasizlar. Mashina barter xizmatlari bor. Yetar etmasdan ozroq vaqt turib bersak bo'ladi. Naqd pul ustunda kelishtirib savdo etamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz. Karasvet so'ram mijozlarimiz uchun mashinamiz sotuvda tayyor. Kelaverasizlar.